Meşrep to'g'risida hikoyamizning 3-si. Meşrep haqida yana bir hikoyat aytilishicha, Meşrep yoshligida bir shayxning qo'lida xizmatkor bo'lib ishlaydigan. Shayxning aram bermay ishlataverishi, yolg'on yovdoq gaplarni to'qib chiqib, tuhmat qilishi shoirning g'ururiga tegibdi. Bir kuni Meşrep shayxdan qutulishining yo'lini o'ylab tuvandagi hajvini yezibdi. Her gece tang atqucha at iti kabi uvlar ko'ring. Bas tamagerlik bilan taat qilar hayyar shayx. Nefs uchun ko'r, la'natlar ichra rasvodir o'zi. Din imonini mal uchun sotqay yana makkor shayx. Shoir hajvisini terakka esib qo'yibdi. Bundan xabar topgan shayx shoirni urib so'qib uydan qo'g'lab chiqaribdi. Meşrep şəhərinin chetida turgan bir bichara namratning uyidan o'ziga boshpana tepib, osh yerda yashashga boshlabdi. Gapni to'g'di degandek, Meşrep yozgan g'azal uzun o'tmay qo'ldan qo'lga o'tib shaharga yetib kelibdi. Shayx sharmisor bo'libdi. Odamlar uni Shayx Kazzob deb atashga boshlabdi. Shayx erkin ozodi ko'chaga chiqib odamlarga ko'rinolmaydigan bo'libdi. Uyga so'nib qolibdi. Shayx Meşrepdan o'ch ilish niyat qilib, orqasiga odam selib qo'yibdi. Kunlarning birida Meşrep ilm tashnolari bo'lgan taliblarnikiga mehmon berdi. U yerda tong otgan qadar g'azal xonliq bo'libdi. Meşrep yoqtirib qolgan g'azallar to'plamini so'rab elib, tong atar mezgilda kulbisiga qaytibdi. Ayg'oqchi Meşrepni paylab turgan ekan. U shayxga, u texi xuros chilingan subih sodiq payti edi. Siri yog'ochining orqasida marab tursam, Meşrep diningiz qayoqdandir kirib, o'jisiga kirib ketdi. Tikilib qaradim, ko'zim qo'ltiqqa qistirib olgan bir narsaga tushdi. U cho'qim qimmatlik biror narsani o'g'irlagan gap deb xabar yetkazibdi. Shayx o'pil-to'pil kiyinib, kashni qo'liga olib, qozining oldiga qarab chepibdi. U qozining huzuriga kirar-kirmasdan, "Janobi qozi odam, ashaddiy o'g'irni qo'lga tushirdik. Buyrug'ingiz bo'lsa, yasovul beshi uni qo'lga olib zindon tashlasa" debdi hasirab turib.